New Concept English Book 3 يېڭى İngiliz tili 3. kitap Lesson 53 53. ders Page 242 242. bet Qadrlik savoqdaşlar 242. betdeki 53. dersning comprehension, vocabulary, summary writing, composition, letter writing, key structures and special difficulties qatarlıq məzmunlarını hazır sözləyimiz. Oldu bilen 242. betdeki comprehension'dan başlap sözlesek. Give short answers to these questions in your own words as far as possible. Mümkün kadar özünüzдің sözünüzni işletip bu suallarga qısqa cevap verin. Use one complete sentence for each answer. Her bir cevap üçün bir toluq cümle işletin. Birinci. Why did Sweden introduce the institution of ombudsman? Nima uchun Shvetsiya ombudsman organini o'tirib qo'ydi? Number 2. How is an ombudsman chosen in Sweden? Shvetsiyada bir ombudsman qandaq tanlanadi? Ombudsmanni biz tekst so'zladik, shuning uchun ombudsman deb oldim. How can the public find out about the ombudsman's work? Amma, yani xalq ombudsmanning xizmati to'g'risida qandaq bilalaydi? Vocabulary. So'zlik. Explain the meanings of the following words and phrases as they are used in the passage. Tuvandagi so'zlar va birikmalarning tekstda ishlatilgan ma'nolarini tushuntiring. Evolved an excellent system. Tadrijiy taraqqiy qildirdi bir qaltis sistemini. Safeguard, o'zini qo'g'dash. Grievances, ya'ni nima? Grievance deganimiz grievance grievance deganimiz xatolik desak bo'ladi. Grievance xotirjamsiz qiladigan odamni o'tkazgan bir xatolik. Grievance. Investigates, tekshirudi. Correspondence, aloqa. Altered, o'zgartdi degan gap. Summary writing, xulosä yozuvchiligi. In not more than 80 words, write an account of the action the ombudsman took when he received a complaint from a foreigner in a Swedish village. 80 sözünü aşırı etmek, bir bayanını yazın. Ombudsmanның alğan hareketinin o bir Shvetsiya'nın bir yezisirki bir çetellikten narazılıkını tapşırıp alğandan keyin ombudsmanның qo'llangan hareketi to'g'risida bir bayon yazın. Use your own words as far as possible. Mümkün kadar o'zingizning so'zingizni ishlating. Do not include anything that is not in the last passage. Oxirgi tekstda bo'lmagan hech qanday narsani qo'shib olmang. Composition, maqola yozuvchiligi. Write a composition in about 300 words on one of the following. Tovandikilarning birisini tanlab 300 xat atrofida bir maqola yozing. A. Explain whether the ombudsman institution is or would be useful in your country. Sizning davlatingizda ana ombudsman organininki qo'llanishchan bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligini tushuntiring. Describe the work of any one of the following. Tovandikilarning birasining xizmatini tasvirlang. A policeman, bir soqchi. A civil servant, bir ma'muriy xodim. A health officer, bir sog'lomlik xodimi. A social worker, bir ijtimoiy xizmatchi. Letter writing, salom xat yozuvchiligi. Write an imaginary letter of about 100 words to an ombudsman complaining about postal services in your district. Sizning rayoningizdagi pochta mulozimati to'g'risida norozilik bildirib, bir ombudsmanga 100 xat atrofidagi bir tasavvuringizdagi xatni yozing, salom xatni yozing. Begin, dear sir, başlang qadrlik apandi bilan and end yours faithfully. Hurmat bilan deb
Ahırlaştırın. Key structures and special difficulties. Açıkçılık kurulmalar ve alayda kıyın noktalar. Rewrite the following sentence without changing the meaning. Ma'nisini o'zgartmay tövəndəki cümləni qaytadan yazın. Then refer to lines 26 to 27. Andın 26 ve 27 qurlar, yani tekstning şu qurlarına ne qaytadan görüp çıxın. The policeman's prejudice against foreigners could not be recorded in the official files. Saqçınınki prejudice, kamsitishleri, çetelliklerini against foreigners could not be recorded in the official files. Hükümetninki hüccetlerinde hatırlanılmaydı. Bunu özgertkende the fact that şundaq bir reallik deb özgertirganmiz. Savoqdaşlar, comprehension'dan special difficulties için sözlep olduk. Kelarki qitimliq darslik aman bo'linglar. See you next time and goodbye. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.